Assalomu alaykum. Ismim Shodlik Ko'rimboyev. 22 yoshdaman. Janubiy Koreyaning Inha institutining bakalavr talabasiman. Hozircha Koreyaga 350 dan ko'p o'quvchini grant oshlarini o'qishga ketishlarida yakuniy yordam berib keladigan ekspert hisoblanaman va albatta Xorazmdagi Access Consulting rahbari hisoblanaman. Bugungi videoda Koreya noldan topshirishdan to viza olib Koreyaga ketguncha bo'lgan jarayonlarni sizlarga hech qanday firmalarsiz, konsaltinglarsiz o'rgatmoqchiman. Bepul tarzda o'rgatmoqchiman. Ya'ni eksklyuziv tarzda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz sizlar uchun ajoyib, qimmatli ma'lumotlarni tekina ulashib o'taman. Unda boshladik. Birinchi o'rinda siz IELTS yoki TOEFL sertifikatini olgandan keyin o'zingizga mos bo'lgan shahar tanlashingiz kerak. Koreyada juda ko'p shaharlar bor, Seul, Busan, Daegu yoki boshqa shaharlar. Va shahar tanlaganingizdan keyin aynan shu shahardagi universitetdan research qilish kerak, ya'ni o'rganib chiqish kerak. Qaysi universitet talabalari nechalik grant beradi, nechik fakultetlari bor, ingliz tili bo'yicha nechik fakultetlar bor, koreys tili bo'yicha nechik fakultetlar bor va albatta aynan shu fakultetda talabalari, ya'ni xalqaro talabalari necha foiz grant beradi va albatta uni kontrakt summani ham o'rganib chiqish kerak. Buning uchun esa sizda turli xil materiallar mavjud. Misol uchun siz har xil veb-saytlar orqali, universitetning veb-saytlari orqali yoki ChatGPT orqali ham bu ma'lumotlarga batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin albatta. Va hech qachon, meni shaxsiy fikrim, hech qachon faqat birgina universitet topshirib qolmang. Chunki birinchisini balki topshirib yurolmasligingiz ham mumkin. Chunki hech kim sizga garantiya berolmaydi universitetga kirish bo'yicha. Ikkinchidan albatta girsangiz ham balki 50%, 30%, balki bez grant kirishingiz mumkin. Vot ikkinchi universitetda balki undan ko'proq grant olishingiz mumkin yoki misol uchun birinchisidan kirmay ikkinchisidan kirib ketishingiz mumkin. Aynan bu holatda sizda har doim variant bo'ladi. Agar bir narsani topshirib, agar undan отказ olsangiz, bu degani siz keyingi semestrga qolib ketishingiz mumkin degani. Shuning uchun albatta hech qachon birdan topshirib qolmang. Bu bizning shaxsiy aksiyasining ichki tizimi bo'yicha sizlarga ma'lumot berdim bu jarayonda. Keyingi o'rinda bu albatta veb-sayt orqali deylik o'zingizga mos bo'lgan universitetlarning listini qilib oldingiz, ya'ni speskasini qilib oldingizdan, ana endi ularning veb-saytlari orqali siz ariza topshirishingiz kerak. Ya'ni application jarayonini o'tamiz. Application jarayoni ikki bosqichga bo'linadi. Birinchisi online submission, ikkinchisi offline submission jarayoni. Online submissionda siz IELTS ballingizni, kerakli muhim ma'lumotlaringizni, ya'ni maktab baholaringiz, ya'ni attestat deymizmi yoki ana shu tabellardagi baholaringizni, maktabdan ma'lumotnomalaringizni, rasmlaringizni, bank shotlaringizni onlayn ravishda universitetning veb-saytiga joylashingiz kerak. Va ikkinchi o'rindagi ma'lumot bu albatta offline submission. Ya'ni aynan kerakli muhim hujjatlar, misol uchun maktabdagi ma'lumotnomalaringizni, ota-ona nikoh shartnomasini, guvohnomalaringizni, ya'ni metrikalaringizni tarjima qildirib, apostol qildirib Koreyaga yuborishingiz kerak va aynan universitetga borgandan keyin offline submission deb ataladi shu jarayon. Ya'ni document submission deb ataladi. Endi bu jarayonni nechap qilish mumkin? Birinchi online submissionni yana aytib o'tganimdek universitetning veb-saytiga girish orqali submit qilishingiz mumkin. Bu easy jarayon. Undan keyin misol uchun study plan yozasiz. Study plan deganimiz bu insho. Koreya borgandan keyingi maqsadlaringiz, bitirgandan keyingi bo'lgan maqsadlaringizni va education background deymiz, ya'ni Koreya bo'lgan qiziqishingiz, nedan paydo bo'lgan, hobbilaringiz, etc. Ya'ni hammasini yozishingiz kerak bo'lgan yozma ish deymiz, ya'ni study planni. Buni albatta agar o'zingiz yozmoqchi bo'lsangiz, albatta kimlardir maslahat oling. Qaysi bir ekspertlardan maslahat oling, chunki bu jarayon muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Va deylik uni ham submit qilganingizdan keyin endi yana aytib o'tganmen offline submissionni nechap Koreya hujjat yuborish mumkin. Men sizlarga hamma ma'lumotlarni batafsil aytib o'taman. Ikki xil variant bor. Birinchisi bu Koreyaga yuboradigan pochta markazlari bor. Misol uchun Daejeon Express orqali yuborishingiz mumkin. Aynan bu universitetcha bo'lgan joy olib beradi va bular har bir dokumentingizni grammini pul oladi. Ikkinchi variantingiz bor, Koreyaga ketmoqchi bo'lgan insonlardan bari bersangiz, universitetcha olib bersalar, sizning ishingiz hal bo'ladi. Lekin birinchi variant yaxshiroq, chunki asosiy xizmat xuddi shunday, ya'ni misol uchun ularda hech qanaqa muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin agar qaysi bir insondan hujjatni bersangiz, u yoddan chiqib qolishi mumkin yoki bilmadim,
dokumentlar esa shikast yetib qolishi ham mumkin. Bu muhim jarayon. Xo'p. Undan keyingi jarayon deylik, siz o'qishga topshirdingiz onlayn, study planni yozib tugatdingiz. Offline hujjatlaringizni hammasini barbardingiz. Ana endi siz universitet bilan email orqali muloqot qilib turishingiz mumkin. Ya'ni keyingi jarayonlar bo'yicha. Va albatta siz study planni yaxshi yozgan bo'lsangiz, keyingi etap bu albatta intervyu. Ya'ni har bir universitetni professorlari bilan har bir talabamiz onlayn formatda Zoom orqali aniqrog'i gaplashadilar professorlar bilan. Va bu eng oxirgi va eng muhim jarayon hisoblanadi. Chunki aynan intervyudan yaxshi o'tsangiz sizga to'liq grant olishingiz mumkin. Deylik 5,5-6 bilan ham to'liq grant olish mumkin. Lekin aks holda intervyudan yaxshi o'ta olmasangiz, ALS 7, 7,5 balki 8 bilan ham 30% yoki 50% grant olishingiz mumkin hisoblanadi. Shuning uchun bu jarayonda, ya'ni ikki muhim etapda, study plan etapida va intervyu etapida albatta puxta tayyorgarlik qilish kerak. Gerek bo'lsa pul to'lab bo'lsa ham ekspertlardan feedback olish kerak. Ya'ni nechik jarayon, nechab o'tsa bo'ladi. Misol uchun sizlarga muhim ma'lumotni aytayapman. Access Consulting o'z talabalarini study planni ishab yozish kerak. Nechab bo'lsa ko'proq grant beradi. Har biri detal o'rgatiladi. Va undan keyingi eng muhim etapda ham, ya'ni intervyu bosqichida ham shaxsan o'zim talabalarimdan nimalarni gaplash kerak, nimalarni gaplash ko'proq grant beradi. Professor nimalar gaplash mumkin, nimalarni gaplash mumkin emas. Va albatta o'zini tutish bo'yicha ham bir nechta muhim, qimmatli o'zimizni materiallarni talabalarimizga o'rgatamiz va shuning hisobidan olgan holatda talabalarimiz har doim yaxshi natijalar bilan, yaxshi grantlar bilan bizlarni xursand qilib gatirlar hisoblanadi. Va undan keyingi etapga keladigan bo'lsak, albatta siz o'qishga deylik intervyudan ham o'tdingiz, universitetda grantingiz ma'lum bo'lgandan keyin deylik 50% grant oldingiz. Bu degani siz endi universitet invoice yuboradi degani. Invoice bu sizni kontrakt summangiz yozilgan qog'oz hisoblanadi. Unda qaysi bankka, qachongacha, qancha miqdordagi pul to'lash haqidagi ma'lumotnoma. Buni universitet siz o'qishga kirib bo'lgandan keyin yuboradi. Va buni kontraktni deylik siz to'ladingiz, deylik 50% grantingiz bo'ladi, 50% kontraktni to'ladingiz va undan keyingi etapda sizga admission keladi. Admission bu eng muhim jarayon hisoblanadi viza uchun. Chunki bu taklifnoma hisoblanadi. Misol uchun o'qishga kirdingiz, viza uchun sizga admission kelsagina siz vizaga topshira olasiz. Ya'ni taklifnoma orqali topshirishingiz mumkin. Va bu admission jarayonida sizlarga muhim bir eslatmasini aytmoqchimanki, admission jarayonida sizni hatto ism familiyangiz yoki tug'ilgan yilingiz yoki yo'nalishingiz haqida kichik bir harf almashib ketishi yoki bir harfda xatolik bo'lishi bu sizni vizangiz chiqmasligini olib keladi. Aynan bu jarayonda ham agar o'zingiz qilib turgan bo'lsangiz, albatta ekspertlardan feedback olish maslahat beraman yoki o'zingiz detalni ko'rib chiqing. Chunki admissionda yana bir marta aytaman, kichik bir xatolik sizni vizangizni chiqmasligini olib kelishi mumkin. Bu juda ham muhim kategoriya hisoblanadi. Deylik hamma etapdan o'tdingiz, admission ham keldi, qo'lingizda taklifnomangiz mavjud. Endigi etap esa bu viza etapi. O'qish etapi bir taraf bo'lsa, ikkinchi eng gigant, eng katta bo'limlardan biri bu viza etapi hisoblanadi. Vizada belgilangan hujjatlar bor, misol uchun ota-onalik daromadi, ota-ona ish haqidagi ma'lumotnoma, sizni misol uchun ALS balingiz, ALSlarni listening bilan reading sectioni minimum 5 bo'lishi shart. Ya'ni undan dapa bo'lishi kerak. Agar overall 6 bo'lib ham listening yoki reading 5 bo'lib qolsa, qaysidir biri sizga viza berilmaydi degani. Ya'ni bu joyda ham albatta mutaxassislar bilan gaplashish kerak. Va undan tashqari yana bir nechta muhim ma'lumotnomalar bor. Buni albatta boshda ko'rib chiqib, tekshirib viza markazida topshirishni maslahat qilamiz. Chunki viza etapi bu juda ham murakkab etaplardan biri hisoblanadi. Xo'p, o'qishga topshirish etapi o'zi aslida qanchalik murakkab? To'g'ri, birinchi marta qilib turgan talaba uchun ancha-muncha murakkabliklari mavjud. Chunki bizlar
deylik, o'zimizda shaxsiy tajribamdan gap chiqib aytaman. Juda ko'p murojaatlar gap tushadi va aynan ota-onadan kerakli hujjatlarni ham ayrim talabalar buni to'g'ri tushuna olmasligi mumkin. Chunki buni ham to'g'ri tushunish kerak. Umrimda birinchi marta chet el o'qish topshirish etaplari va birinchi marta bo'lgani uchun ba'zi xatolik bo'lishi mumkin. Agar kichik bir xatoliklar bo'lsa ham yoki o'qishga kirishda yoki viza olishda bu sizni katta muammolar olib kelishi mumkin. Endi to'g'ri, o'zini yarasha murakkab, lekin bu degani o'zingiz topshirib bilmaysiz degan narsa emas. Bemalol agar o'zingiz punktualniy bo'lsangiz, hujjat ishlar bo'yicha sizda как experience bo'lsa yoki donishlarıngiz bo'lsa, bemalol o'zingiz topshirishingiz ham mumkin. Va Access haqida ma'lumotni aytmoqchi edim. Access Consulting aynan o'qishga topshirishdan to sizni viza olib Koreyaga ketgunizcha, hatto Koreyaga borgandan keyingi jarayonlar bo'yicha ham 95% sizni ishingizni aynan bizning consulting agentligimiz qiladi. Atigi 5%ni sizni o'zingiz qilishingiz kerak. Chunki bu jarayonda birinchidan bizda yetarlicha tajribamiz mavjud va talabalarni aynan o'zim individual ravishda grantlarini, study planlarini, viza etaplari bo'yicha o'zim shaxsan shug'ullanaman. Ya'ni bu degani, agar sizda yetarlicha tajriba bo'lmasa, IELTS'ingizni olgan bo'lsangiz, qo'lingizda IELTS yoki TOEFL sertifikati bo'lsa, bemalol bizani pastda bizani Telegram kanalimizni va menejerlarimizning telegramlarini va telefon nomerini yozib qoldiraman. Aloqaga chiqib, siz hujjat topshirish bo'yicha bemalol bizlar bilan ofisimizga kelib shartnoma qilishingiz mumkin va o'ylaymanki, siz ham bizani successful, ya'ni omadli talabalarimizdan biri bo'lasiz. Va odatda men har doim biror bir inson bilan gaplashishga vaqtim quruq gapni o'zi yetarli emas deb o'ylayman. Argumentlar bilan gaplashishni yaxshi ko'raman. Misol uchun, yaqindagina bizani hamkor institutimizni O'zbekistonga taklif etdik. Ular bu yerda bizning talabalarimiz bilan offline formatda intervyu uyushtirib berdik va 26 o'quvchimiz topshirdik va 26 o'quvchimizdan 26 ham o'qishga qabul qilindi. Va eng muhimi, 26 o'quvchimizdan 20 donasi 100% grant bilan, 6 dona o'quvchimiz esa 50% grant bilan qabul qilinganlar. Va bu albatta bu jarayonda orqa fonda kuchli tizim va qattiq mehnat turibdi deb o'ylayman va bu jarayon aslida oson bo'lmadi, lekin Access Consulting buni o'z talabalariga har doim eng zo'rlarini, eng yaxshi grantlarni taklif qilib qoladi. Agarda siz ham qayerda o'qish niyatingiz jiddiy bo'lsa, o'zingiz topshirishdan qo'rqib turgan bo'lsangiz, bemalol bizning ofisimizga kelib, shartnomalar qilib, o'zingizga mos universitet va o'zingizga loyiq grant olishni men tilakdoshiman. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.